Okamlar mana Abdulmanon aka. Mana bugun xudo xolisi 3-kuni tugatdingiz. Xudo xolisi yana 2 kunimiz bor. Hali qoldi. Mana lekin shu 2 kunni, 3 kunni ichidagi mana natija o'zi nima bilan keluvdingiz? Nima hozir holatlar qanaqa? Bir ochib bizga shuni aytib bering. Xudo xolisi. Men o'sha og'riqni 24-yildan beri og'riq bo'lardi. Oktyabr oyida boshlandi. Endi oktyabr oyidan beri qilmagan ishim qolmadiki, Yunusoboddagi ilon zahriga bordim. Chilonzorda 3 xil ilon zahriga bordim. Keyin bankaga qo'yish kerak dedi, bankaga qo'ydim. Keyin 7 kun, 8 kun klinikada yotib chiqdim. Mana shu bo'ynim og'rib, shunaqa og'rirdiki, pristup berardi. Keyin safarga ketayam bo'lib qoldik, bu og'riq bilan chidab bo'lmaydi deb 5 kun blokada oldim Chilonzorda anaqada. Qoraqamishlik bilan anaqada, poliklinikada muhimi tuzaldi. O'shanda ham og'riq bo'ldi, safarga borib keldim. Xullas, kuniga 2 ta, 3 ta dori ichardim. Og'riq qoldiradigan. Mana shu oxirgi kelgan kunim ham kechqurun shunaqa pristup berdiki, shunaqa tushkunlikka tushib qoldim. Nima endi bu yog'iga endi faqat shu dori ichib o'tar ekanman. Qilmagan ishim qolmadi-da. Ishoning, massaj ham oldim, hamma narsa qilib ko'rdim, bo'lmadi. Keyin shu Instagramga kirib o'tirdim, sizni ko'rib qoldim. Lekin men shiqillatganingizdan sal qo'rqdim-ku, lekin majbur bo'ldimki, shunaqa tushkunlikka tushib qoldim-da. O'sha kuni pristup beryapti, dori ichaman, uydagilarga mashtim, endi shunaqa og'riydi. Yo, Allohga shukr, ertasiga keldim shu yerga. Mana Avaz ukamiz bitta seansda o'zida mana Alloh o'zi mana ko'rib turibdi. Alloh haq, bu yerda hech kim anaqa to'qima narsalar yo'q. O'sha kundan umuman og'riq qoldiradigan dori ichmadim, lekin 6 oy, 8 oydan beri har kuni 2 marta, 3 mahal dori ichardim. Shu 1-maydan beri mana Xudoga shukr, shu kungacha hali mana hozir 4 kun bo'ldi, hali umuman og'riq qoldiradigan dori ichmadim. Allohga shukr, hammasi yaxshi. Inshaalloh mana shifo topdim deb o'yladim. Lekin to'g'risi boshida qo'rqdim-ku, lekin maza ekan. Tavsiya qilaman, endi kelinglar shu okamizga. Mani shifo topsanglar, meni ham nomerimni yozib olinglar. Nima bo'lsa qilinglar, men xolis sizlarga aytaman. Agar shifo topsanglar, meni ham duo qilib qo'yasizlar, lekin men shunaqa tushkunlikka tushib qoldim. Bo'ldi, buni shifosi yo'q menimcha. Shuncha doktorga bordim, endi bu mana shunaqa dori ichib yuraveraman dedim. Yo, Alloh o'zi dard berar ekan, shifosini ham Alloh berdi. Sababchi bo'ldi Avaz ukamiz. Alloh hammalarga shifo bersin. Kim bo'lsa kelinglar, Xudo xolisa foydasini topasizlar. Xudo xolisa maza qilasizlar. Ham maza. Mana endi men hozir har kelgim kelaveradi, shu mashina ezdirib, mana shu tugun degan narsa bo'lar ekan, shamollashlar. O'shalarni ezdirib hozir birinchi kelganimda sakratyotdi, bosganda sakratyotdi. Hozir Xudoga shukr, o'sha bossalar ham yoqimli bo'lyapti ekan, maza bo'lyapti, hech og'riq-poruvlar yo'q. Aka, nima deb o'ylaysiz? Gapingiz bo'la nima deb o'ylaysiz? Shu hammaga grija, osteoxondroz, позвоночникda ekanmi muammo? Aka, qarang, meni MRTga tushirishdi. Grija deyishdi, patruza deyishdi, osteoxondroz deyishdi. 10 kun mashetimdan lidaza bilan oxirgi mana shu 1-mayda tuzalgan bo'lsa, og'riq qolgan bo'lsa, 20-dan 1-maygacha 10 kun lidaza bilan ukol oldim mana shu bo'ynimdan 10 kun. 10 kun olganimda sal qoladi. Ana og'riq qoldiradigan ichib yurdim. Endi sabr bo'lardim, bo'lib qolardisam, rezultat bo'lmadi-da. Oxirgi kun ham shunaqa pristup berdi. 1-may kuni mana bularni oldilariga keldim. O'sha kundan beri dori ichmayman, lekin to'g'risi men o'zim mana shunaqa syomka qilganlarni uncha ishonmasdim, to'g'risi. Bular sherik, anumanmi deb, lekin xolis mana Alloh uchun xolis aytaman, haqiqatan men shifosini topdim. Mana maza dori, umuman og'riq qoldiradigan dori ichmayman. Hammalarga tavsiya qilaman, kelinglar. Aka, yana bitta savol. Nima, sizni kelishingiz bilan sразу men sizni yoting deb qasr-qusur qilib tashladimmi? Yo'q. Yoting dedilar, anaqa, bundoq bosib ko'rdilar, bundoq bosib o'sha endi uni eski tilda bot suhbatlashdimmi ancha siz bilan yotishdan oldin? Bot degan narsani tugun bo'lar ekan. O'sha tugunni bossalar shunaqa og'riyapti, endi oyoqlarimni ko'tarsam hozir naborot o'sha yerda bossalar ham 3 ta joy topdilar menda, bo'ynimda, yemam kuraydi. Yaxshi, Xudoga shukr, o'shatlarni mana shunaqasidan chiqib ustimga chiqib, dash tirsakgacha bosdilar.
Yo'q, yaxshi, xudoga shukr, oruv yo'q. Alloh shifo bersin aka. Aynan, Alloh Hammamizga. o'zi Bizi dard sababchimiz berdi, aka. shifosini Bizi hammamiz bersin. hech kim emas, bizi faqat sabab chiqib qo'yadi bizani. Kelinglar mana, avaz ukamizni anaqasi klinikasi. Kelinglar, aka. Aka sizga Yaxshi, kattakon hozir rahmat. Lekin bu sal qo'rqinchli ko'rinar ekan. Men ham to'g'risi qo'rquvdim, lekin o'tib ketgan, jonimdan o'tgandan keyin majbur bo'lib keldim. Yo'q, yaxshi bo'lib qoldim. Hozir xudoga shukr, yaxshi. Aka, sizda yana xudo xolisi ikkita protsedura bor. Nasibsa shu ikkita protsedurani o'tkazib olgandan keyin sizga bo'ladigan tavsiyalar bo'ladi. O'sha tavsiyalarni bajarib yursangiz, inshaalloh vafshi ko'rmaydi bo'lib ketasiz. Okajon, rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling. Xo'p. Maza bo'lyapti endi bu yog'iga. Salomat bo'ling. Xo'p, Rahmat. rahmat. Xo'p.